erigan moddaning massasini ayni erigan moddaning ekvivalent massasiga bo'lish orqali nima aniqlanadi? Massani ekvivalent massaga bo'lsa nima aniqlanadi deyapti. Bu variantlar berilgan. Demak, massani ekvivalent massaga bo'lsa ekvivalent miqdor aniqlanadi. Demak, ekvivalent miqdorda asosiy bilishimiz kerak bo'lgani bu ekvivalent mahraj. Shu haqda bilsak, ekvivalent miqdori topish va formuladan formulaga keltirib chiqarishda osonroq bo'ladi. Demak, ekvivalent miqdor topish uchun oddiy modda miqdorini, o'sha modda miqdorini ekvivalent mahrajga ko'paytirilsa bo'ldi. Shu ekvivalent miqdor kelib chiqib bo'ladi. Endi ekvivalent mahraj nima degani? Demak, ekvivalent mahraj degani valentlik ko'paytiruv indeksi degani. O'sha moddani tarkibidagi atoma valentlikning indeksiga ko'paytirilgan degani. Bo'ldi. Shu ikkalasini ko'paytirilsa ekvivalent mahraj chiqadi va o'sha moddani ekvivalent miqdoriga ko'paytirilsa, modda miqdoriga ko'paytirilsa, o'sha moddani miqdoriga ko'paytirilsa, ekvivalent miqdor kelib chiqadi. Bo'ldi, shu. Endi ekvivalent massa nima degani? Ekvivalent massa degani molyar massani ekvivalent mahrajga bo'linadi, shu orqali topiladi. Endi mana shu formulada massani ekvivalent massaga bo'lishda ekvivalent massaning o'rniga molyar massani ekvivalent mahrajga bo'lib ko'ramiz. Masalada massani ekvivalent massaga bo'lsa nima chiqadi deyilyapti. Tasavvur qilish uchun shuni yozib ko'ramiz. Demak, massani ekvivalent massaga bo'lsa nima chiqadi deyapti. Endi bo'lib ko'ramiz. Massa, mana massa bo'lingan kasr chizig'i bo'luv degani. Bo'lingan ekvivalent massani o'rniga molyar massa taqsim ekvivalent mahrajga qo'ydim. Molyar massa taqsim ekvivalent mahraj. Bu ekvivalent massa degani. Shunda baribir o'sha formulani o'zi bo'ldi. Massa bo'lingan ekvivalent massa ga to'g'ri keladi. Endi bo'luvni ko'paytiruvga aylantirish uchun bo'luvdan keyingi kasrni teskarisiga yoziladi. Past tepaga, tepasi pastga tushadi. Demak, mana pasti ekvivalent mahraj tepaga chiqdi, mana massa pastga. Bo'luv ko'paytiruv qilib yozildi. Endi massa tepaga ko'paytiriladi, shuning uchun tepaga qo'shib yozsa bo'ladi. Demak, mana massani tepaga qo'shib yozdim. Massani molyar massaga bo'lsa, modda miqdori chiqadi. Modda miqdori chiqadi. Massani molyar massaga bo'lsa, modda miqdori chiqadi. Modda miqdorini ekvivalent mahrajga ko'paytirsa, modda miqdorini ekvivalent mahrajga ko'paytirilsa, ekvivalent miqdor kelib chiqadi. Ekvivalent miqdor kelib chiqadi. Demak, bu yerda ekvivalent miqdor, demak, erituvchi massasi, ya'ni ko'pincha erituvchi suvning massasi emas, normal konsentratsiya emas, ekvivalent miqdor. Shu to'g'ri keladi. Molyar konsentratsiya ham emas. To'g'ri javob C varianti.